Bu yerda yotgan bechora insonga e'tibor bering. Yarim umrini boylik, tillo, mol dunyo yig'ishga bag'ishlagan. Hatto o'sha boyliklarini qabrigacha olib ketishga harakat qilgan. Chirib ketmaslik maqsadida qabrini sifatli bo'lgan toshlardan qurdirgan. Ammo shuni bilmas ediki, pul, tillo, mol dunyo jasadni chirib qurt qumursqalarga yem bo'lishidan saqlay olmaydi. Hattoki siz ko'rayotgan mana bu suyaklar ham vaqt o'tishi bilan yo'q bo'lib yo'qolib ketadi. Shundoq ekan ey inson, sen nimaga mag'rurlanasan? Mashinangga, pulingga, uyingga, qimmatbaho kiyimingami? Bu narsalar boshqalarni o'zingdan past ko'rishingga arziydi deb hisoblaysanmi? Yo'q. Bu dunyoda qanchadan qancha qirollar, shohlar yashab o'tdi. Qani o'shalarning kiyimlari, qani o'shalarning boyligi, qani ularni qurgan saltanati o'zlari bilan yo'qolib ketdi. Birodar, men undayman, men undan afzalroqman degan bema'ni fikrlar xayolingga kelishdan oldin ushbu so'zlarimni esingdan chiqaring. Biz bir tomchi suvdan bino bo'ldik va tuproqqa aylanadigan insonlarmiz.